Assalomu alaykum mushtoqli qarindoshlar. Habibulloh Ko'sanning yozmasi o'xshaydi. Boshqa birisi Ko'san degan ism bilan kirib yozgan bo'lsin, baribir o'xshash. Ko'z qarashimizni o'ttirib qo'yib boqaylik. Norozilik tarafdori bo'lsa, chiroyli fikrni ilmiy shaklda o'ttirib qo'ysa bo'ladi. Yozmaning temasi xatarlik signal. İçimizden o'sib chiqayotgan zaharlik o'sma. Temi shuki. Yazmını shunday o'qisangiz, hamma odam voy to'g'ri ko'rasiz. Millatning beshiga eg'ir shunday bir kun kelayotgan vaqtda diniy masalalarni so'rab chiqib, diniy talash tortish qilishning nima hojati? Millatning davosini chalg'itib, diqqatini bo'lib, millatning o'zining davosini jiroqlashtirib, talash tortishning ichiga kirib qo'yishning nima hojati degan ufqum berildi. Bu millet şu günün en ağır tatıvatkanı 2000 yılının bu tarafında tatıvatıdı. 2000 yılının bu tarafında 26 jarayonda şu yazımını yazgan adamlar bizning imani burcumuzmu aşı tacavuzunu qo'llab chiqarishga, milliy burcumuzmu aşı tacavuzunu qo'llab chiqarishga chaqirib turdi. Bizning aşı tacavuzunu qo'llab chiqarishdan cho'ng ibodatimiz yo'q. Aşı tacavuzunu qo'llab chiqarishdan cho'ng milliy vazifamiz yo'q deb so'zildimi deganda so'zlamadi. Endi bugun kun kelganda shu yozmalarni yezib millatni yana o'zini dinning egisi qilib, dinni bizdan o'rganinglar deb shu bizni shu holga tushagan shu yerga yana chaqirib ketib bordi. Biz shu holga qandaylar kelib qoldik. Albatta boshqa omillar bormi desa bor. Boshqa omillar bor. Lekin e'tiqodi sabablik, e'tiqodimizning buzuqlik sabablik, buzuq bir narsani din deb kirib qolganligimiz sabablik, xurofat, bid'at narsalarni din deb kirib qolganlik sabablik biz o'zimizning vatan millat oldidagi burchimizni ado qilolmay davoyimizni qalaymiqonlashtirib, inqilobimizdan shu e'tiqodimiz bizni jiroqlashtirdi. Shu da'vatlarni qilganlar kimlar desa, hozir shu yozmani yozayotganlar. Millatning beshiga ig'ir kun kelgan chaqda yuqorida degandek imoniy burchimizmi shu bizning ash tajovuzini qo'llab chiqarish, milliy vazifamizmi ash tajovuzini qo'llab chiqarish deb bir narsa demay 15-20 yilni o'tkazib o'tib 15-20 yilni kashkicha shu dunyoga berib ishlab kelgandek ash jannat bilan jahannamni gapini qiliblar, odamlarni qo'rqitiblar va undan boshqa insonlarni Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q, tirik tap qilib, ani o'qisang, mancha o'qisang, manda bo'ladi, mancha o'qisang, manda bo'ladi deb Aşında dersini ötep kelgan adamlar bugün kun kelgan chaqda bir turkum odamlar chiqib, bizning dinimiz undaq emas. Bular deyotgandek emas. Qur'on boshqa bir narsani din deb so'zlayotdi, malaning din deyotgani boshqa. Qur'ondan chetnab chiqib ketdik desa, uningga qarta hech qanday savollarga javob bermay, endi o'zini eng millat uchun ko'ynayotgan, vatan uchun ko'ynayotgan milliy molla qilib o'tirib chiqaqliq. Nerede kaldın neçi vakti yağı? Neymiş sözlemeyse? 100 saatlik dersin var o. Mahsus Kur'an bilen hiç kanda alakası yok. Gör azabı da kalknaş gör ölüm bilen korktuğun. 100 saatlik. Kur'an bilen hiç kanda alakası yok o gör azabı diyenlersin ki. Hiç kanda alakası yok o. Kur'an'ı şu bir baştan okup Kur'an'ı hakik düşünse Kur'an her daim hiç yerden düşman izlemezden aşı tacavuzunu qo'llab chiqarish için mal berish, can berishdan o'ttirib qo'ydi. Uyg'ur milletining uningdan boshqa cho'ng ibodatining yo'qligini, uningdan cho'ng milliy vazifasining yo'qligini Qur'on o'ttirib qo'ydi. Necha vaqtga so'zlamay, endi qo'pab chiqib, manda yozmani yezib, nayt millatparvar, millatni o'yg'otadigan odam bo'lib chiqib olishning nima hojati?
Nima işte. Bu yerda yanıla maqsad nima desa, haqiqatni o'ttirib qo'yayotgan din deb ma'lum bir narsalarning ichiga kirib qoldik. Ma din haqiqiy Qur'ondagi da'vatgan odamlarning oldini to'sash uchun o'zini yana dinning homiysi qilib, dinning egisi qilib ko'rsatish uchun boshqalarni asosiyatni arzimas bir narsaga aylantirib, yana o'ziga ergashtirib, yanalam vatan uchun, millat uchun xizmat qildirmaydigan, vatan uchun, millat uchun xizmat qilish ro'yini yo'qotadigan yana ashaga elib bormoqchi. Mani asosiyatini o'ziga chaqirishning bir vositasi qilib olaylik, ma yozmani. O'ziga chaqirishning bir vositasi qilib olaylik. Endi Qur'on bilan aloqasi yo'q narsalarni so'zlading. Ma narsalar Qur'onda yo'q. Qur'on bilan javob bera desak, Qur'on bilan javob berolmasdan sen dinni bilmaysan. Deb yozma yozdi. Ya Qur'on bilan aloqasi yo'q narsa qanday din bo'ladi? Ben sanab biray, 8 türlük nersini sanab biray. Şafaat Kur'an'da yok. Kur'an'da yok. A şafaat kılıdı, ma şafaat kılıdı diyen nersi yok Kur'an'da. 31 tane ayet var. Kim o şafaat kılalaydıgan diyen. Aşı moşu Habibullah Kösen sözlegen gör azabı doğruluk, gör azabı diyen nersi Kur'an'da yok. Gör azabı yok Kur'an'da. Ölüm o. İnsan ölüp ketkendikin nayt uçtum tut oygunduğanlık doğruluk Kur'an nurgunu yedi sözleydi. Ölüknün hiç nimini sezmeydiğanlık doğruluk, hiç nimini bilmeydiğanlık doğruluk, onu oygatqa vakit şehrin uflavatqa yerimizden kim oygadı dep kopuduğanlık doğruluk Kur'an sözleydi. Gördü azapla degen bir nersi yok Kur'an'da. Nurgun möcüzlerini ders kılıp sözleydi. Kur'an'da möcüzü yok. Peygamber Aleyhisselam'ın möcüzü yok. Kur'an o Muhammed Aleyhisselam'a biz möcüzü beğenmedik. Mana şu Kur'an onun möcüzü buluştu yeterlik emas mı deb Sure Enkabut'un 50-51. ayetlerde o çık deb koyalım. Deb koyalım. Bu narsalarning Kur'an bilan alakası yok. İsa'ga işiniş vazifemiz yok. İsa'nın düşüşüge işiniş vazifemiz yok. Mehdi'nin çıkışıga işiniş vazifemiz yok bizning. O imanı şart kılıngan narsa emas. Murtadni öldürüş yok Kur'an'da. Zinaxurun çamı kese kılıp öldürüş yok. Namaz okumagan adamni öldürüş yok. Muşu yok narsalar bizge nima uchun din bo'lib tengilib qoldi. Muşu narsani biz bir davlatni qursak, muşu narsani davlat dasturi qilib quramiz deb mushuni tashviq qilsak, dunyodagi muşu millat uchun elib berayotgan da'voyimizga daxl tarz yetkazdi. Agar mala bir davlat qurib qoldigan bo'lsa, namoz o'qimagan odamni o'ltirdi-ki, o'zining diniga e'tiqod qilmagan odamni o'ltirdi-ki, bir zina qilib qolgan odamni o'ltirdi-ekan, hadislarni inkor qilgan odamni kofir deydi-ekan, kofir bo'lib qolgandan keyin uningdikini hukm qilib o'ltirdi-ekan, damdo deydi albatta. Deydi. Demak, mushu Qur'onda yo'q narsalarni Qur'on bilan javob bera, mushu narsa bizga nima uchun din bo'lib tengilib qoladi deb o'tirib qo'ysak, oxir hisobda eng vatanparvar molla bo'lib, uning Qur'on bilan javob berolmay, dinni bilmaydi. Bilsanki sen javob bera Qur'on bilan. Javob bera Qur'on bilan. Javob beramaysa o Qur'onda yo'q. Yo'q. Unda qolganki bu yozmalarni yezib vatanparvar bo'lib, millatparvar bo'lib qilolmay 15-20 yilni beka-bekadan yo'q narsani, Qur'onda yo'q narsani din deb so'zlab, o'zingni avora qilib, millatni avora qilib. Yolg'iz bu Habibullah Kösen emas buni so'zlayotgan. Necha 100 yilning yog'i biz ashu xurofat, bid'at ashu narsalarni din deb e'tiqod qilib qolganligimiz uchun oxirgi hisobda mushu holga kelib tushdik. Mushu holga kelib tushib bo'lgandan keyin mushu holga bizdan nima tushadi deb qopib o'tirg'i chiqib so'zlasak, dinni bilmaydigan odam. Sen dinni bilsang, ash 8 turlik narsaga javob bera. Ani o'tirib qo'yib qo'ygan. Mehdining tushishiga ishonish bormi, chiqishiga ishonish bormi, Aysoning tushishiga ishonish bormi, namoz o'qimaganni o'ldirish bormi, murtadni o'ldirish bormi, zinoxorni o'ldirish bormi? Shafaat qiladi degan bir narsa bormi Qur'onda? Muhammed Aleyhisselam'ın möcüzələri degan bir narsa bormi Qur'onda? Bormi?
qiyomatning alomatlari, qiyomat paloni vaqti bo'ladi, pokoni vaqti bo'ladi deb nurg'un darslarni so'zlaysizlar. Shu narsalar bormi Qur'onda? Yo'q. Shu narsalar bilan millatni avor qilib, qalaymaqonlashtirib, e'tiqodini buzib, shunda rohat bir o'limdan qo'rqaydigan bir narsa qilib, yilon chaqidi, chayon chaqidi, oni bilsa, mani voy u o'lik odam yilon chaqqanni, chayon chaqqanni biz qandoq o'lik bo'ladi? Agar Qur'on mushundaq bir narsani degan bo'lsa, bo'pti deb iymon keltirgan bo'lgandan keyin uniga iymon keltirishimiz kerak. Qur'on o hech nimani bilmaydi deb olsa, mushu narsalar bilan millatni qo'rqitib, millatni intayin o'limdan qo'rqadigan, jasoratsiz bir narsalarga aylantirib etib, eng oxirida qo'pab undan keyin sening din deb kirib qolgan yeringni, ma din emas, ma din deb so'zlayotganing Qur'on bilan aloqasi yo'q desak, dinni bilmaydigan odam bo'lib qoldikmi?